Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanal Kutlusu. Bugün günü 6 Mart 2023 yılı biz abetten keyinki Xitoyni tanıştırasiz. Kimde kim ko'rsatib olsa bizga like bosib ko'ngilchalik qo'ygan muhtimlar. Tushki tomonda tatlı olsun demekçiyiz. Mamlakat banklarına ko'rishamiz. Bizdan so'ray qattiq qo'yamiz. Muhtimlar biz hozir birinchi Finkabankka keldik. Finkabankda 87 so'm 40 dollar, 93 so'm 50 euro, 1 so'm 15 rubl ekan. Muhtimlar rubl tushib ketdi. Muhtimlar qarangizlar. Motona Finkabank'a İslam Banka geldi. İslam Bank'ta 87 so'm 30 dollar, 92 so'm 80 euro, 1 so'm 15 rubl ekan. Motona bu yerdeler rubl shunday ekan qarangizlar. Motona valyutalar shunday ekan qarangizlar. 87 so'm 30 dollar, 1 so'm 14 rubl. Qozaq tengasi 14, O'zbekiston 0.75 ekan qarangizlar. Motonalar daha geldi. Motona ikinci valyutalar shunday ekan qarangizlar. 87 so'm 30 dollar, 1 so'm 14 rubl, Qozaq tengasi 13 tiyin, O'zbekiston 0.75 tiyin ekan qarangizlar. Motonalar bu yerda sal rubl qimmatroq ekan qarangizlar. 87 so'm 32 dollar, 93 so'm 50 euro, 1.50 ekan qarangizlar. Shuna 1000 rublning 1102 so'm puli bor. 1152 so'm puli bor ekan qarangizlar. Motonalar shuni qo'shib o'tgan ostini qo'shib, doimo tinch bo'linglar, omon bo'linglar. Ertaga ko'rishar. Sog' bo'linglar. Assalomu alaykum. Rahmatullohi va barakatuh. Do'stlaringiz bilan bo'lishib, videoga like bosib qo'yinglar. Qo'shishasiz sizlar bilan.